Assalomu alaykum aziz muxlis. Kreml Zelenskiyning hududiy almashuv haqidagi bayonotiga munosabat bildirdi. Rossiya o'z hududlarini almashish masalasini muhokama qilmoqchi emas, deydi Peskov. Kreml Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan bir kun avval e'lon qilingan yer almashuvini ehtimoliy rad etdi. Xabarga ko'ra, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina prezidentining hududlar almashuvi haqida bayonotiga izoh berdi. Rossiya o'z hududlarini almashish masalasini hech qachon muhokama qilmagan va muhokama qilmaydi. Buning hech qanaqa ilojisi yo'q, deydi Peskov. Shuningdek, u Ukraina harbiy qismlari Rossiya hududidan chiqarib yuboriladi yoki yo'q qilinadi, deb qo'shimcha qildi Peskov. Avvalroq Zelenskiy urushni tugatish uchun Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri hududlar almashuviga rozi ekanini aytib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, agar AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina va Rossiyani muzokaralar stoliga o'tkazsa, u holda Kiyev Moskvaga Kursk viloyatiga bosib olingan yerlardan voz kechib, to'g'ridan-to'g'ri hududlar almashuvini taklif qiladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zakharova bu imkoniyatni rad etdi. Ukraina Rossiyaning Kursk viloyati bilan bir qismini 2024-yil avgust oyidan beri ushlab turibdi.